Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Azizlarim, yaxshimisizlar? Bugun 3-darsimizni ham boshladik. Bugun alif harfini, ya'ni a, i, u harflarini o'tamiz. Qani ketdik. Birinchi bo'lib a harfini o'tamiz. A harfi tagiga tayoqcha chizamiz va bu a deyiladi. Alif va tayoqchamiz a bo'lib chiqadi. Bu alifni biz xohlagan uchta katakcha chizib olamiz. Matematika tutmaganlar matematika tutamiz. Yozamiz. Keyin tepadagi ikkita katakchasiga alif harfini chizamiz. Mana xuddi shunaqa qilib. Keyin qoidamizga mana yozib qo'yaman. A harfi ikki xil bo'ladi. Hamzali va hamzasiz. Ikkinchisi hamzali, birinchisi hamzasiz. Demak, alif harfimiz ikki xil bo'lar ekan. Sizga ma'lumot o'rniga aytishim mumkin, hamzalisi ko'p Qur'onda keladi. Mana ikkinchi harfimiz i. Bu ham xuddi a kabi yoziladi. Faqat tayoqchamiz pastida. Alif pastida yoziladi. Bu ham qoidasiga ko'ra ikki xil bo'ladi, hamzasiz va hamzali. Bu ham xuddi o'shanaqa uchta katakchani ichida bo'ladi. Ikkitasini ustida. Uchinchi harfimiz u. Qoidasiga ko'ra bu ham xuddi a va i kabi bo'ladi. Bu ham uchta xohlagan katakcha chizamiz va ikki tepasiga yozamiz katakchamizda. Xo'sh, mana yozib ko'rsataman. Tayoqcha chizamiz. U xuddi to'qizchaga o'xshaydi. Bu hamzalisi. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Sizga uyga vazifa bo'ladi. Mana shu a, i, u ni daftaringizga yozasiz. Uy ishi deb qo'ydim. Bir qator qilib tushundingiz deb umid qilaman. Shu uchta katakchani tepasidagi ikkitasiga yozamiz alifni va a, i, u ni belgilab qo'yamiz. Hamzali, hamzasiz. Bu albatta o'zingiz uchun juda katta foydali bo'ladi. Rahmat hammaga.